Salom, hammaga do'stlar, kanalimga xush keldinglar. Do'stlar, bugun kanalimdagi juda ham qiziqarli vlog bo'ladi. Bu vlogda uydagi vlog bo'ladi menda. Ko'chaga chiqmaymiz, chunki men hozir shamollab yotibman, issig'im ham chiqyapti. Bugun maktabga ham borganim yo'q. O'shaning uchun kecha o'zim maktabga bordim. Kelgandan keyin issig'im 38 va 3 bo'lib ketgan ekanda. Qo'yilsizlar. Keyin kechqurun ham issig'im chiqdi, kechqurun. Ertalabgacha, o'shaning uchun bugun maktabga bormadim. Kecha uyimizga o'zi ham juda ham ko'p mehmonlar kelishgan. Ya'ni Koreyadagi xolam kelganlar uchun bizani uyiga chaqirdik. Shunaqa qilib buvimlar kelishdi, yo'la xolalarim kelishdi, keniylarim, ammam keldilar. Keyin hammamiz o'tirdik, o'zi ham mazza qildik. Anchadan beri bunaqa mehmon kutmayotgandik, o'shaning uchun mazza qildik. Keyin yo'ldan chiqqan idishlarni, hammasini o'zim yuvdim. Keniyim bilan. Meni bitta o'zi keniyim bor, o'shalar bilan yuvdik. Lekin tez bo'ldik, chunki chiqqan idishlarni yuvurdik-da to'plab qo'ymasdan-da. Keyin oxirida kamgina idish chiqdi, uni bir o'zim yuvdim. Chunki hamma ketib qoluvdi. Keyin uyga kirsam, issig'im chiqayotgan ekan, 37 nechidir bo'layotgan ekan, oyi. 37.5mida shunaqa edi. Keyin dorilarimni ichdimda, keyin ertaga maktabga borma unda dedilar. Shunaqa bormadim. Hozir bizda soat 2 dan oshdi. Men oshxonamni yig'ishtirib oldim. Hozir bitta idish qolib ketdi, o'shani yuvishim kerak, ko'rmay qolman. Hozir men bitlarni sipirib, chippa chiroyli qilib qo'ydim. Hozir ko'rsataman. Do'stlar, bu men yuvgan idishlarning yarimidan yarimi qaranglar mana. Men bitta fitfilonta stakan bor. Keyin men bu idishlarni qaranglar ko'pligini. Mana shuncha idish yuvdik. Naryoqda ham hali bor. Sizlar mana buni qaranglar do'stlar. Nima bu hammasini yuvdik. Mana bu qo'shuvlarni, men bularni hammasi faqat men bilan tashqari, chunki bular ishlatmadik. Buni yuvmadim, men bularni, korоче, hammasini yuvdim. Shunaqa. Do'stlar, faqat mana shu ish qolgan, 3 dona, shuni yuvib qo'ysam bo'ldi. Hozir yuvamiz, ketdik. Do'stlar, keyin meni boshimga ahamiyat bermaylar, chunki shamolganim uchun boshimni ham yuvmayapman, shuning uchun yaxshi chiqyapti. Hozir mana yuvamiz. Bugun hozir menga juda ham zo'r zakazim keladi Uzimarketdan. Sizga raspakovka qilib beraman. Ketdik. Birinchi ish yuvib olaylik. Shu ish qilsam bo'ldi, boshqa ishim yo'q. Tamam bo'ladi. Sindiryapman choyni, hozir yuvdim. Ana narsa bor-da. Choyni. Bizda bunaqa narsa bor, choyni. Mana choy quyadigan joyini yuvish uchun. Bu yog'i ham kir bo'ladi, chunki. Nima shaqirayapsizlar? Ana. Endi bu Hozir men joyimizda shunday ham keta qolib turardi, bilasizmi? Hozir bu yoqqa surganmiz do'stlar, chunki tagi mikrovolnovkamizni olib tashladik. Chunki u buzilib qoldi, uni ustiga tashlaymiz. O'shaning uchun olib turdik. O'chirgandan keyin lekin qolib joyiga qo'yib qo'yamiz.
Mana shu simcho'tga juda ham zo'r ekan do'stlar. Qo'linglar ham chana qilib ketmaydi-da. Qirib ketmaydi buni qotganingizda ushlab yurasiz. Buni biz keyin 8 minglik magazindan olganmiz. Buni ichida ikkita. Bittasi o'zi haqiqiy simcho'tkan rangida, bittasi oq rangda ekan. Mana qaranglar. Chiroyli har xil rang bo'lib ketadi mana bu ranglari. Xatga qaratsangiz ham. Qo'lga ham kirib ketmasa. Kim buni olib ishlatsa ham bo'lar ekan. Simi kirmaydi. Qaytib kirasizlar. Zo'ra? Mamutdachi mana qadar zo'r bor ekan, qarang. Mana shunaqani taroga o'xshagan narsa chiqqan deysizlar. Bosh yuvayotganda ishlatadigan mashina qilib sho'g'il. Ana. Yo'q, toza yo'l bo'layotganman. Do'stlar, o'zi har doim mana bunaqa stollarni ham artaman. Shu bo'lgandan keyin artmadim, chunki boya idish yuvgandim, bu просто qolib ketgan idish. Alucha, hamma idishlar yuvib bo'lgandan keyin deydi-da, qozon turadi. Sen meni unutding deb turadi. Shunaqa bo'ldi, короче. Bo'ldi, idish yuvib bo'ldi. Endi qo'lim. Do'stlar, endi biz hozir Uzmarketdan akam narsalarni olib kelishib ketdilar. Hozir ungacha biz olma yeb kino ko'ramiz. Ya'ni kino emas. Oyim mana bunaqa sezim bag'i degan ko'rsatuvlar bor, shunaqa ko'ramiz. Juda ham qiziqarli do'stlar, ko'ringlar. Keyin do'stlar, men yaqinda, ya'ni to'y kuni mana shunaqa kipri oldim. Qaranglar, puchkavoy. Rosa trend bo'ldi-ku shu Instagramlarda. Mana bu bittasi kley, bittasi qotiradegani, bu pinseta. Juda ham zo'r ekan oyim, mana shu kipri. Bizga yoqdi juda ham. Yopishtirishi ham oson ekan. Xuddi o'zingiz kiprigingizdek bo'lib turadi-da. Короче, zo'r ekan, sizlarga ham tavsiya qilamiz. Hozir endi olma yeb, televizor ko'ramiz. Do'stlar, biz hozir televizor ko'rib o'tirdik. Iman zakazim kelib qoldi. Hozir ko'rsaman. Men anchadan beri Uzmarketdan narsa zakaz qilmaganim uchun bilmabman. Ular короче mana bunaqa paketida berishardi, posilkaga o'xshaydi. Lekin hozir mana shunaqa. Buni ichida nima bor deb o'ylaysizlar? Bu prям bitta zo'r brendga, Semili degan brendga xosligi. Buni ochib ko'rsataman. Birinchisi mana shu. Xo'sh. Hozir yetib ochamiz. Shu olib olsam bo'larkan. Hemen açayım kardeş. Vay, yana bunlar nafası var ya. Mana. Wow. Zo'r-ku. Wow. Bu nima deb o'ylaysizlar? Mana короче ochiladi. Bu soch uchun peeling. Короче, mana peeling для кожи головы degan. Aniq qilasizlar buni. Короче, mana ochadigan joyi bor-ku. Shuni ochasizlar deb, ben boshingizga kir paytida yuvishingizdan oldin suvlab olasizlar sochinglarni. Ili suvlamasda. Mana bunday mundoq qilib qo'yasizlar, boshingizga yaxshilab massaj qilasizlar. 5 minut ili 10 minut kutasizlar. Mana mana shu yozilgan bo'lishi kerak o'zi. Qanaqa yozilgan buni? Короче, 5-10 minut ushlaysizlar boshingizda. Keyin boshinglarni shu qanaqa qilib yursanglar, oldin shampun bilan shunaqa qilib yuvib tashlaysizlar. Bu Semili brendiniki, qaranglar. Ko'p odamlar bilmaydi bu brendni, chunki bu yangi chiqayotgan brend. И потом ikkinchi narsa bu короче yog'li sochlarga-da. Buni ishlatib ko'raman, xoslar bilan birgalikda sekin natijasini aytaman. Buni haftada 1-2 marta ishlatish kerak ekan. Shunaqa.
Bu meni sochim ko'rasizlar yog'lanib ketgan, perksi ko'p sochimda, bir kuta yog'lanib ketadi. Ko'p qoldirdim. Bu shunaqa. Soch yog'lanib ketadiganlarga, korchi yordam beradi. Mana bu narsa namchi bu ochish qiyin. Voy tavba, shunaqa qilib ham o'raydimi? Ochdim va nihoyat mana. Bu ham semili brendiniki. Ko'rasizlarmi, qanaqa chiroyli. Vau! Bu короче mist body hair parfum spray. Короче, bu spray, parfum sprayi, body spray deyiladimi? Buni ham sochingizga sepsanglar bo'ladi. Ham podatinglarga sepsanglar bo'ladi. Juda ham shirin taratib turadi o'zidan. Nimaligini vanilla tobakko debdi. Vau! Hidi zo'r. Buni bundoq qorish kerak qopqoqga sepgandan keyin. Vau! Hidi shirin. Buni короче mana парфюмированный микс для тела освежает и питает кожу, дарит ей мягкость и легкое сияние. Формула с гиалуроновой кислотой и гидролатом розы глубоко увлажняет и создает невидимый барьер. Короче, yuzga yaqin joylarga sepmaslik kerak ekan. Shuni bildim. Buni men ko'rdim, life hackini qilish kerakligini. Короче, quloqni orqasiga sepilar ekan, mana shunaqa. Bunaqa tirsaklarga deyilgandi. Tirsak bu odam-ku. Bu boshqa narsa. Mana. Vau, hidi zo'r. Ana. Просто vau. Hozir endi men boshimni ham yuvib chiqishim kerak. Hozir men buni ham ishlatib ko'ramiz. Mana men bitta yozib qo'yibdi o'zi. Сканируйте QR-код на этикетке и узнайте, как правильно применять мист. Qanaqa qilib sepish kerakligini, men buni qanaqa qilib ishlatish kerakligim, to'g'ri ishlatish kerakligini mana shu anaqasi QR skaner qilib ko'rsak bo'lar ekan. Qani ketdik, endi bularni ishlatib ko'ramiz. Lekin men buni hidimga juda ham yoqdi do'stlar. Do'stlar, men hozir boshimni yuvib chiqdim. Ya'ni boyaga olgan pilingimni ham ishlatdim. Uni alohida shorts videoda ko'rasizlar. Hozir endi boshimni quritib chiqamiz. Boshimmi, sochimmi? Ketdi. Do'stlar, men sochimni quritib oldim, mana qaranglar. Qanaqa zo'r yaltirab turibdi. Do'stlar, meni ko'rib qo'rqib ketmadinglar. Hozir biz bitta video tushirdik. Shuning uchun mana shunaqa make-up qildim. Qaranglar. Jokerga o'xshab qoldim. Bunaqa kiprikka yopishtirib oldim.
shunaqa. Do'stlar, qaranglar, ramyonim qanaqa zo'r chiqibdi. Mana bu sirlarni qaranglar. Yonimga mana shunaqa kolbasalar oldim. Suv oldim, agar achchiq bo'lib qolsa deb. Qarang, yeb ko'ramiz. Boshlaymiz. Bismillah. Bu cho'pda men ikkinchi martami yeb ko'rishim. Buni o'zi bugun ochdim men bu cho'pini. Oldin yeb ko'rganman bir marta. Vau! Oy, achchiq ekan shuni o'zida. Yarmini ham qo'shmadim-ku men даже. Oy, yeb ko'ring. Yeb ko'ring. Sizlar degustation qilib baho berasiz. Oy, yeb ko'rsan. Ya. Yaxshimi? Sirini rosa ko'p solganmisan. Ha. Zo'r-ku. Qaranglar sirlarini. Achchig'oy shuni o'zida. Men yoshi bilan nafrat chiqadi. Voy, og'zim achib ketyapti meni. Nuri bo'lganda. Kars bo'lib ketdim men. Wow. Og'zim achib ketyapti meni, yomon achchiq. Tavba, karslar hammasini qo'shib qanaqa qilib yurgin-a? Nuri bo'lganda zo'r ketardi. Unda ushlab yeysanmi? Ushalmayapti-da. Ushalyapti, boy katta edi, ushalmayapti-da. Do'stlar, burnimni ham bitib qo'ygan, shamollaganman. Shamollashga achchiq va zo'r bo'lsa kerak. Uy. Og'zim achishib ketyapti. Sizga vashshi bilinmadimi achchig'i? Kam yedingiz-da. Bunaqa boy aylantirib turdim. Ana. Yegim kelmay qoldi. Sizga ramyo yoqadim do'stlar. Unda chanramyo qilgandik-ku. Nasiba bilan. Xuddi shunaqa achchiq.
yeyim kelmayapti. Sirini ko'p qo'ygansan. Suvlarni olib qo'ynatdimi qilibsan? Bo'ldi yeyman. Do'yib qoldim. Xudoga shukr. Do'stlar, sizga maslahatim, ramyo yotganda sirini kamroq qo'shinglar. Menga o'xshab mana bunaqa qilib bir tonna qo'shib qo'ymanglar. Asli ko'rsatdim. Achchig'ini ham ko'p qo'shmaydi, chunki yomiysizlar ham oxirida qolib ketadi. Hozir go'shtni maslayman. Mana do'stlar, qaranglar hozir. Men chetidagi sirlarni ko'rasizlarmi? Cho'zilib chiqyapti-yu, yomon ko'p qo'shib o'rganman. Mana. Короче, ko'p qo'shib yormanglar sirri. Men ovqatlanib bo'ldim. Endi shu bilan biz videomizni yakunlaymiz. Ko'rayotganingizdek, уже qorong'i ham bo'lib ekan. Kechqurun bo'ldi. Agar bu video sizga yoqqan bo'lsa, like, подписка va колокольчик bosib qo'yishni unutmanglar do'stlar. Xayr, sog' bo'linglar.